Bugun men Parilarnikida iftorlik qilaman inshaalloh. Xo'jayinimlar bilan boshqa joyga bormoqchi edik o'zi aslida, lekin planlarimiz o'zgarib ketdi. Chunki men bugun primoy qilishim kerak, sizlarga sovg'a berishim kerak. Agar men ular bilan hozir iftorlikka ketsam, qolib ketardim. Ko'rasizlarmi? Sizlarni o'ylab men Parinikiga borib, o'sha yerda iftorlik qilib, o'sha yerda bemalol o'tirib, primoyimni o'tkazib, sizlarga sovg'ani berib, umrani inshaalloh o'ynab, keyin uyimga ketadigan bo'ldim. Nima qilaman endi, xalq oldida baribir mas'uliyatim bor. Shuncha odam kutib turibdi. Umrani kim yutargandi? Bizni yutaylik deb duolar qilib o'tirishibdi. Men erim bilan iftorlikda yurmayman-ku. O'shaning uchun bilsanglar bilarsizlar desam, xullas hozir narsa olamiz. Men bitta uyimizga yaqin joydan iftorlikdan keyin primoy efir inshaalloh. Tayyor turinglar.